Assalomu alaykum. O'tgan kunda Lacetti'miz tayyor bo'ldi. Qo'ldan kelgancha yuvildi. Aytgancha polностью ko'tarilib, polностью yuvib, tozalab, gilam yuvilib, tozalab, sideniya ikkala cheti restavratsiya bo'lgan, temirga chiqayotdi. Hozir уже нормальный. Hamma yog'i подзаводской. Bagajlari polностью yuvilgan hozir. Bunaqasini taqib qo'ysak bo'ldi. Bitta minus tomoni buni mendan oldin kimpiska bo'lganmi, o'zligi ijod qilishganmi, endi mana minus tomoni bo'ldi mana. Mendan oldin уже ijod qilishgan ekan, o'zi kelganda sразу aytdim. Katrishka bo'lib yotibdi tepada. Qo'ygan ruchkalarigacha aniq qilingan. Mashina более-менее заводскойroq bo'ldi. Hidi ketdi samirgan mashina. Hidlangan edi. Hidi ketdi. Xizmatlar bo'lsa bemalol aloqadamiz. Narxlarga kelsak, приблизительно 500 mingni tepasi bo'lyapti. Ishiga qarab. Charchamaylar.